Assalomu alaykum hammaga, meni qattiqlarim, nimaga zerikmasdan, charchamasdan yuribsizlarmi? Sizlar meni kanalimda, sizlar ya'ni Rahim kanalida. Jigarlar, bugun prankda вообще jinnisi bo'ladi, ko'rib turinglar oxirigacha. Assalomu alaykum aka, nima gaplar, tuzukmisiz? Alaykum assalom. Nima gaplar? Do'llarni ta'zim et. Diyor aka, Hop. men bu Instadagi Rahimovman. Xuddi o'zida. Va aka o'ynayotdinglarmi o'zi? Ketdik. Gaz bo'lmasa bitta levitni to'zitib chiqaylik-chi, bosing aka. Diyor aka, kim bu qiz? Yo qizingizmi? Ha, yaxshi aka, unda baxt sizlarga. Jonim, Hop, jo'natgan gullarim chiroyli ekan. chiroyli ekan, juda ham yoqdi. Rahmat, kattakon. Rasmga ham juda tashib qo'yaman. Gaplarchi? Tushunmadim gapingizni. Nima gaplar? Nima gaplar o'zingda? Bugun telefon qilmading-ku? Ishlarim ozgina ko'payib ketdi-da. Shunga qila olmadim. Aziz, senlar o'ynab turish, men hozir kiraman. Telefon bo'lib qoldi bizga. Hop. Tezroq kiring. Hop. O'zi bu yigitingizni yaxshi ko'rasizmi rostdan yo просто tak gaplashib yursin vaqt o'tkazishga? Unda yaxshi ko'raman. Otib qarang. Ha, siz yaxshi ko'rasizmi, ularga sizni yaxshi ko'rmay shekilli tashlab chiqib ketdi, qarang. Sizni yaxshi ko'rganda bunaqalar begona bola bilan tashlab chiqib ketmasdi. Nima qilasiz bunaqa yigitingizni? Chopforing undan ko'ra. Yo'q, chopolmayman deb. Bu bola sizga to'g'ri kelmaydi. Nechta qiz bilan gaplashadi, bilasizmi? Yo'q. Ha, siz bilan просто tak vaqt o'tkazishga gaplashib yuribdi-da. Ha. Menga faqat sen bittasisan degan-u. Sen bilan oxirigacha degan. Ha, yo'q, sizdan boshqalarga ham aytgan u gapini, ishoning. To'g'risini aytsam, menga yoqib qoldi-da, ovozingiz yoqib qoldi. Sizni aldaganim yo'q. O'ylab ko'ring yaxshilab. Meni tanishsak, ikkalamiz birga video olib yuramiz. Kirmaydi baribir. Tashab ketdi sizni. Men hozir keladilar. Qo'ral. Kelmaydi, aytyapman men sizga. Boshqa qizlar bilan o'ynab yuribdi. Undan ko'ra choping shunday. Nima qilasiz bunaqa yigitni? Yo'q, keladi. Hozir qo'ral. Ko'ryapsizmi, yoqyaptimi kelchaklar? Nima gapirmayapsiz? What?
Mana otib qo'ydi qarang. Cho'chime, men bormanu, yigitingiz yo'q bo'lsa ham o'zim ko'tarib olaman. Nima Ziyor akam kelmayaptilar? Qani mana yigitingiz yaxshi ko'raman, yaxshi ko'radi meni deysiz. Yaxshi ko'rsa oldingizda bo'lardi. Men o'rnimga yigitingiz ko'targan bo'lardi. Choping bunaqa bolani nima qilasiz? Bunaqa demang. Bila kirisa bila mayog'ida yotibgan qarang. Hozir o'taman, ochib qo'ying. Ha? Nima qo'ydi? Bo'ldi qarang-da, men ancha-muncha qizlarga bunaqa taklif bermayman lekin. Ishoning, yigitingiz bermagan mehrni beraman sizga. Chopasizmi, nima qilasiz? O'ylab ko'rdim, bo'ldi, chopaman. Bo'ldi, qarang bo'lmasam, o'ziga ham ayta olasizmi? Aytaman, chaqadi. Diyor aka, bu qizda gapi bor ekan sizda aka. Salim, gapir. Nima bo'ldi? Ziyor aka, o'ylab qarasam, bizlar o'zimizga to'g'ri kelmas ekanmiz. Nima deganing bu? Yo, men siz bilan boshqa gaplashmayman. Rahim bilan gaplashaman. Yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Mayli, to'g'ri. Bo'pti, ketdik bo'lmasam, hozir Telegramda yozaman, Telegramda gaplashamiz. Xo'p. Voy bila, jigarlar ko'rdinglarmi? Prosta tak sinab ko'rdim, nima deydi ekan deb, yigitini chopfordi, nagili. Jigarlar, sizlar obuna bo'lib, like'larni bosib, kommentlarni yozib tursanglar, poddeshka qilib, motivatsiya berib tursanglar menga bundan ham zo'r kontentlar chiqarishda davom etamiz jigarlar. Hammalarga rahmat, addushi kayfiyatinglar ko'tarilgan bo'lsa men xursandman jigarlar. Ko'ryapsizlar qanaqaligini. Короче, sog'lik salomatlik hammalarga jigarlar.